Assalomu alaykum, uloqchi chavandoz akalar. Mana uloqchi ko'kbar etiklarimiz gatoviy holati. Brendlarimiz Mustang Uz Marg'ilon 0605. Etiklarimiz hammasi ichkastlarigacha 2 silo qalin fabrishniy kojada tikilyapti. Bitta etigimizga ikkita etikning kojalari ishlayapti. Yon shitoylarini uzangi zashniy donnalari 3 silo fabrishniy kojalari o'ta qalin fabrishniy. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilda ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarni zakaznoy qilib tikib bitiraveramiz. Zakaznoy etiklarimiz zimiqlari 2 qatordan qoqilyapti. Pulida gap yo'q degan akalarimizga 3 qatordan ham qoqib beryapmiz. 3 qatordan qoqilgan etiklarimizni miqlari bu ko'rinishda bo'ladi. Mana spes zakaz etigimiz miqlari 3 qatordan qoqilgan. Xudo xolasa etiklarimiz ko'ngildagidek xizmat qiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarimiz hammasi ichkastlarigacha 2 silo qalin fabrishniy koja. Sirti qora, ichi korishniy koja. 2 silo qalin fabrishniy kojada tikilyapti. Shoplari ham 5 qatordan tikilgan. Sirtida 4 qator, ichki choki bilan 5 qator. Tikilish fasonlari mana abserskiy fasonda tikilgan. Uzangiga mushet qilmaydi, udobniy model emas. Kolodkalari ham ustki, uzangiga mushet qilmaydi, udobniy model emas. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilda ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat bo'lsa bemalol. Manzillarimiz O'zbekiston Marg'ilon, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar. Xizmat bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar.